Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida futbol maydoni. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga bir dona like bosishingizni so'rab qolamiz. Yaxshilab o'rnashib oling. Demak, biz boshladik. Guardiola Arsenalning golida Husanovni aybladi. Josep Guardiola Manchester City darvozaboni Gianluigi Donnarumma va himoya chizig'ining Arsenal gol urgan vaziyatdagi jiddiy xatosiga munosabat bildirdi. Shaharliklar hisobni ochganidan 2 daqiqa o'tib, Mateus Nunes yon chiziqdan to'pni Gianluigi Donnarummaga otdi. Italiyalik darvozabon to'pni uzoqqa tepmoqchi bo'ldi, ammo kechikdi va to'p Kay oyog'iga tegib darvozaga kirib ketdi. Bu vaziyatda Abduqodir Husanov Havertzni faolroq to'sishi, unga nisbatan shiddatli o'ynash kerak edi. Shunga qaramay menga xatodan keyin jamoaning birlashgani va Donnarummani qo'llab-quvvatlagani juda yoqdi. Gol o'tkazib yuborilgandan keyin futbolchilar bir-biridan ayb qidirishini yoqtirmayman dedi Guardiola. Eslatib o'tamiz, Abduqodir Husanov joriy mavsum Manchester City safida barcha turnirlardagi uchrashuvlar sonini 32 taga yetkazib oldi. Legionerimiz bu o'yinlarning aksariyatini boshlang'ich tarkibda boshlagan. Hamyurtimizga omad tilab qolamiz. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.